Avtobus kutyapsizmi? Nima edi? Oq otim yo'q-u, oq mashinam bor. Xohlasangiz tashlab qo'yaman. Mavzuga boraman. Men bilan ketsangiz bo'ldi. Qayoqqa sizdan borib qo'yaveraman. Konditsioneringiz bormi ishqilib? Ketdik. Ha, mayli. Xo'p, yaxshi. Demak, bloger bo'lmoqchisiz. Ha, bu meni eng katta orzuyim-ku. Xo'p, men rejissyorman. Voy, rostdan. Serial kinolar olib turamiz. Xohlasangiz siz chaqirishim mumkin. Qarang. Bu meni vizitka. Telefon qiling, xo'p? Albatta telefon qilaman. Voy, juda xursand bo'ldim. Sevgi fazosida uchganlar ko'pdir, xayolda yulduzni quchganlar ko'pdir. Hay, uchganlar ko'pdir. Xo'sh, nima gaplar? Timur aka. Men homilador ekanman. Zo'rku bu. Rostdan. Xursandmisiz? Nega xursand bo'lmayman, jinni? Hammasi yaxshi bo'ladi. Men sen bilaman. Sen qo'rqmagin, xo'p? Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu tanishimni klinikasi. Gaplashib qo'yganman hammasini. Xudo qolsa polvon tug'iladi. Men sen bilaman. Qo'rqma, xo'p? Ketdi ko'ryapsan. Tabriklayman. O'g'il farzandli bo'ldingiz. Rahmat. Bolam. Hamshira. Xolodbek. Bolam qani? Boyagi yoningizdagi kishi siz eringizmidilar? Xullas, Ishxat. O'g'il. Soppa-sop. Kelishilgan pulni tayyorlab qo'ying. 1 soatdan keyin bolamni olib boraman. Hop.